Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Asadbek va bugungi darsimizni boshlashdan oldin, ya'ni bu dars umuman ingliz tili grammatikasini kuchaytirish niyatidagilar uchun yaxshi bo'ladi degan umiddaman va bu darsimizning asosiy materiali, ya'ni bu darsda qo'llanadigan kitobimiz bu mana English Grammar in Use, ya'ni Murphy kitobining ko'ki, hammamiz bilgan grammatika kitobi va The World's Best-Selling Grammar Book. Ya'ni dunyoning eng yaxshi kitob sotilgan kitoblaridan biri deyapti. Cambridge tomonidan ishlab chiqarilgan kitob. Bu yerda o'qisangiz A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English. Shu joyda bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Bu kitobni, ya'ni umuman bu darslarimizni boshlashimiz uchun biz eng kamida pre-intermediate darajasida bo'lishimiz kerak. Bu yerda intermediate deb yozilgan, lekin men iloji boricha qo'limdan kelganicha chuqurlashtirib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni chuqurlashtirib sizga o'rgatishga harakat qilaman. Va shu bilan birga ayta olamanki, bu darslik yordamida nafaqat siz ingliz tili grammatikangizni kuchaytirasiz, balki shu bilan birga vocabulary'ni ham kuchaytirishingiz mumkin. Ya'ni men bu darslikda o'zim grammatikani tushuntirgan paytimda gaplar tuzib beraman. U gaplar bilan o'sha gaplarda qatnashgan yangi vocabulary'larni ham tarjimasini yozib beraman. Mana kitobimiz, ko'rib turganingizdek. Bu kitobni PDF faylini topish uchun biz Telegram kanalimizda kirishingiz mumkin. Telegram kanalimiz opsiyonida qoldiraman o'zim. Xo'p, bugun bunda rejaga qarasangiz, nechta mavzu bor? 45 ta mavzu, demak 45 ta dars qilib o'tib berar ekanman. Va birinchi mavzumiz nima ekan? Present continuous ekan. Birinchi mavzumiz present continuous. Endi ko'rib o'tamiz. Lesson number 1. Nima ekan? Present continuous tense, ya'ni hozirgi tarjimasini qilib qo'y. Hozirgi davomli zamon. Xo'p. Present continuous, hozir davomli zamon. Menimcha buni eng oddiy zamonlardan desa bo'ladi, ya'ni ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Aytganimdek, bu kitob sal o'zida ingliz tili tushunchasi borlar uchun mo'ljallangan deb aytdim va present continuous tense bu hozir oddiy zamon. Menimcha hammangiz bilsangiz kerak. Bu safar buni chuqurroq qilib o'rganishni boshlaymiz. Xo'p. Hozir men bularni to'g'rilab olaychi. Tak, buni chiqartiramiz. Xo'p. Bugun o'rganadigan narsalarimiz haqida aytib beraman sizlarga. Birinchi o'rganadigan narsamiz bu structure bo'ladi. Ikkinchi o'rganadigan narsamiz bu uses case bo'ladi, ya'ni foydalanish holatlari. Uchinchi o'rganadigan narsamiz bu time expressions bo'ladi. Ya'ni vaqt predloklari deydimi, nima deydi? Always shunaqa sifat predloklar time expressions hisoblanadi. Always, it's a moment right now, for example, bla bla bla. Xo'p, keyingi o'rgangan narsamiz bu vocabulary bo'ladi. Vocabulary va oxirgi o'rganadigan narsamiz o'sha o'rgangan grammatik struktura orqali example sentencelar ko'ramiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, bugun 4-5 ta narsa o'rganar ekanmiz. 5 ta narsa. Xo'p, unda boshladik. Structuredan boshlaydigan bo'lsak, structure, subject, ya'ni ega, bu kishilik olmoshlari I, he, she, it, we, you, they. Shu kabi kishilik olmoshlari bo'lishi mumkin. Subject plus am is are. Ya'ni bu am is are'lar, bular yordamchi fe'llar hisoblanadi. Ingliz tilida auxiliary verb deyiladi. Ya'ni buni alohida mavzu qilib o'tib beraman o'zim sizlarga. Hozircha shart emas. O'zbek tilida o'rganib qo'ying. Ya'ni auxiliary verb, yordamchi fe'llar sifatida o'rganib qo'yishlaring bo'ladi. Va keyingi narsamiz bu verb ing. Verb degani bu fe'l degani. Ing qo'shib kelgani bu o'sha davomli zamon ekanligini anglatib keladi. Yani buni hozir qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Hozir tak.
Mana bo'ldi. Va buni tarjimasi yapti degan ma'noda keladi, ya'ni. Yapti, yapmiz, ya'ni o'z kishilik almashlariga qarab, shaxson qo'shimchalarga qarab tuslanib ketaveradi. Ya'ni misol uchun I'm playing football. Men futbol o'ynayapman. Misol uchun she is watching TV. U televizor ko'ryapti. Ya'ni o'sha yapti degan qo'shimcha orqali qo'shiladi va shu tariqa tarjima qilinadi. Xo'p, biz namunaviy gaplarni ko'radigan bo'lsak, mana birinchi mavzuyimiz ochib oldik. Mana present continuous I'm doing. Mana o'z boshlanishdan I'm doing deb boshlab qo'ygan. Strukturaga kiradigan bo'lsak, mana I am, he she itga is to'g'ri keladi. We use ga are. Buni menimcha amalingizda bilsangiz kerak. Xo'p, mana boshladik. Sarah is in her car. Sara o'z mashinasida deyapti, ya'ni she is on her way to work. Mana shu yerda so'z o'rgansak bo'ladi. She is on her way to work, ya'ni u o'z ish yo'lida degan ma'noda tarjima qilinadi. Xo'p, buni so'z qilib yozib qo'yish kerak. On the way to degan ibora kelyapti bu yerda. Buni tarjima qiladigan bo'lsak, ning yo'lida degan ma'noda keladi. Tushunarlimi? Ning yo'lida. Endi gapga keladigan bo'lsak, ya'ni u o'zining ish yo'lida, ya'ni ishga ketayotgan yo'lida degan ma'noda tarjima qilinadi. Xo'p, keyin gapga o'tsak, she's driving to work deyapti. Ya'ni menda she is driving turibdi, ya'ni u present continuous kelayotgan gap. U ishiga haydab boryapti, ya'ni mashina haydab boryapti degan ma'noda kelyapti. Mana bu qisqartma shaklida kelgan. Bu yerda she is driving, ya'ni kengaytma shaklida ko'rishingiz mumkin. This means she's driving now. Bu anglatadiki, u hozir haydayapti. At the time of speaking, gapirilayotgan vaqtda. Demak, o'zimizning qoidamizni keltirib chiqaradigan bo'lsak, mana keltirib chiqaradigan bo'lsak, use case'da we use present hozir we use present continuous to talk about actions which happens at the time of speaking. Ya'ni, mana bu inglizcha yozdim hozir, o'zbekchasini hozir aytaman sizlarga. Inglizchasini ham yozib qo'ygan, yaxshi o'rganib qo'ygan, foydasiz emas, ya'ni. Xo'p. We use present continuous to talk about actions which happens at the time of speaking. Ya'ni gapirilayotgan vaqtda sodir bo'ladigan harakatlar haqida aytayotganimizni aytar ekanmiz. Ya'ni qachon? Misol, men televizor ko'ryapman, ya'ni hozir gapiryapman va televizor ko'ryapman. Aynan shu holatlar uchun ishlatamiz. Demak, bu birinchi ishlatilish holati hisoblanar ekan. Bu birinchi ishlatilish holati hisoblanar ekan. Xo'p, yana namunalar ko'radigan bo'lsak, xo'p, mana I'm doing something. I started doing it and I haven't finished it. I'm in the middle of doing it. Xo'p, I'm doing something degani bu nima ekan? I started doing it. Men uni qilishni boshladim degan ekan va I haven't finished it. Buni tugatganim yo'q deyapti. Men uni o'rtasidaman. I'm in the middle of doing it deyapti. Men uning o'rtasidaman, ya'ni qilishni o'rtasidaman degan ma'noda kelyapti. Xo'p, menda yana 5 ta namunaviy gap turibdi ekan. Buni o'qib chiqamiz. Please do not make so much noise. I'm trying to work. Bu yerda gap kelyapti. Please, ya'ni iltimos, shovqin solmang deyapti. Men I'm trying to work. Men ishlashga harakat qilyapman deyapti. Ishlayapman degan ma'noda kelyapti. Bu yerda mana qausni ko'rsangiz, not I try deyapti. Ya'ni bu present simple zamon kelyapti, lekin bu yerda present continuous kerak, chunki gapirilayotgan vaqtda sodir bo'layotgan ish harakatga har doim present continuous keladi. Eng asosiy qoidamiz mana shu. Zamonimizning eng asosiy qoidasi. Buni yodlab olishingiz shart. Where is Mark? Mark qayerda? He's having a shower. Mark qayerda deyapti? Xo'p, he's having a shower. U dush qabul qilyapti. Mana having a shower degan yangi so'zimiz bor ekan. Uni ham o'rganib qo'yamiz. Mana men alohida listga yozib boryapman. Have a shower. Ya'ni buni tarjimasi dush qabul qilmoq degan. Tushunarli? Keyingi gapimizga o'tadigansak, let's go out now. It isn't raining anymore. Ketdik ko'chaga chiqamiz deb. Mana let's degani ketdik degan ma'noda keladi-da. Let's go out now.
ko'chaga chiqamiz. Ketib ko'chaga chiqamiz. It isn't raining anymore. Boshqa yomg'ir yog'gani yo'q deb. Not it doesn't rain. Ha. Boya aytganimdek, gapirayotgan vaqt sodir bo'layotgan harakat bo'lgani uchun present continuous ishlatamiz. Xo'p, keyingi narsa how is your new job? Sening yangi ishing nima? Zo'rmikan deb. Qanday ekan deb. Are you enjoying it? Sen uni zavqlanyapsanmi deb. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek savol shaklida kelyapti. Yordamchi fe'liga oldinga chiqyapti va fe'l shu tariqancha holatda qolyapti va so'roq bilan kelyapti. Ya'ni u savol shaklida. What's all that noise? Mana tovushlar qayerdan kelyapti? Ya'ni qanday, nima bo'lyapti degan ma'noda kelyapti. What's going on? Mana yerda what's going on degani bu nima bo'lyapti degan ma'noda bo'ladi. Going on degani go on degan fe'ldan keladi. Ya'ni ing shaklini olib tashlaydigan bo'lsak, go on, ya'ni yozib qo'yaylik tarjimasini ham. Go on degani sodir bo'lmoq degani. Sodir bo'lmoq degan. Ya'ni bu yerda gapni o'qiydigan bo'lsak, nima sodir bo'lyapti? Nima bo'lyapti degan ma'noda keladi. What's happening? Yani bu ikkovi bir-biriga sinonim. Happen bilan, ya'ni go on bir-biriga sinonim so'zlar hisoblanadi. Xo'p, bu yerga yozib qo'yamiz. Happen. Ya'ni ikkovi sinonim so'zlar hisoblanadi. Endi keyingi gapni o'qiydigan bo'lsak, hop, bu yer bo'ldi. Sometimes action is not happening at the time of speaking. Ana bu yangi qoidaga sekin kirib kelyapsizman. Ba'zida harakat deyapti, aynan gapirilayotgan vaziyatda sodir bo'lmashi ham mumkin deb. Mana buni hozir ko'rib chiqamiz. For example, misol uchun, Steve is talking to a friend on the phone. Ya'ni u telefonda do'sti bilan gaplashyapti deb. Va he says, u gapiryaptiki, I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who, ya'ni men juda ham yaxshi kitob o'qiyapman hozirgi vaqtda deyapti. It's about a man who, ya'ni u qaysidir odam haqida, kimki degan ma'noda bu yerga ketyapti. Bu yerga bizga qiziq emas. Bizga lekin mana shu joyga qiziq. I'm reading a really good book at the moment. Ya'ni men ajoyib yaxshi kitob o'qib yuribman degan ma'noda, hozirgi paytlar ajoyib yaxshi kitob o'qiyapman degan ma'noda keladi. Xo'p, yana o'qiylik, keyin sizlarga umumiy qoida qilib yozib beraman. Steve says I'm reading, but he's not reading the book at the time of speaking. Ya'ni Steve aytayaptiki, men kitob o'qiyapman, lekin u aytayaptiki, lekin u kitobni hozirgi vaqtda o'qimayapti, ya'ni gapirayotgan paytida o'qimayapti. Ya'ni he means that deyapti. He has started reading book, but he has not finished it yet. He is in the middle of reading it. Ya'ni bu u anglatyaptiki, shu narsani anglatyaptiki, u kitobni o'qishni boshlagan, lekin u kitobni hali tugatmagan. Ya'ni u kitobni o'qishni o'rtasida, ya'ni u kitobni o'qiyapti degan ma'noda kelyapti. Bu degani umumiy qoida qilib yozib beraman sizlarga mana. Xo'p. Ikkinchi qoidamiz nima ekan? Sometimes we needn't use this tense. Ya'ni bu zamonni ishlatishimiz shart emas. It's a time of speaking. Ya'ni gapirayotgan paytda ishlatishimiz hamma vaziyatda ham shart emas ekan. Ba'zida ishlatmasak ham bo'lar ekan. Ya'ni buni qanaqa holatda ishlatamiz? Instead, uning o'rniga biz ishlatishimiz mumkin ekan. We use it to express the situation. Ya'ni bu yoqmaydi. Buni yozmaydi. Xo'p. Bo'ldi, shu yerga tursin. Mayli. Men o'zim tushuntiraman. Xo'p, bu holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni misol uchun do'stingiz sizdan so'rayapti, nima qilyapsan shu kunlarda degan ma'noda. Misol, men shu kunlarda biron bir nomdagi serial ko'ryapman. Shu kunlardagi, ya'ni o'sha sizning hozirgi davringizdagi, ya'ni vaqtinchalik qilingan ish harakatlar uchun ham shu zamonni ishlatamiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'sha qandaydir kichik davr ichida qilyapsiz, lekin uni hozir qilayotgan bo'lishingiz shart emas. Ya'ni uni qilib kelayotgan bo'lsangiz yoki misol uchun uni 1-2 kun emas, har kuni
odatlarni qilayotgan ishlaringiz uchun aytsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Some more examples, ya'ni ko'proq namunalar. Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. U Italiyada ishlashni xohlaydi deyapti. Kate Italiyada ishlashni xohlaydi. So degani shuning uchun degani. Buni yozib ketishimiz kerak. Hamma ham bilmaydi. So degani shuning uchun degan ma'noda keladi. Xo'p. So she's learning Italian deyapti. Ya'ni u Italiya tilini o'rganyapti bo'lyapti. Ya'ni hozir zamonda o'rganib qolmaydi-ku. Davomiy o'rganib keladi. Misol, bugun o'rganadi, ertaga o'rganadi yoki undan oldin o'rganib kelgan shu kabi vaziyatlar uchun ishlatamiz. But perhaps she's not learning Italian at the time of speaking. Ya'ni gapirayotgan vaqtda o'rganmayotgan bo'lishi ham mumkin deyapti. Perhaps degani mumkin degan ma'noda keladi. Perhaps. Ya'ni mumkin yoki ehtimol degan ma'noda kelishi mumkin. Xo'p. Keyingi narsa deyadigan bo'lsak, you can use present continuous with today, this week, this year. Endi time expressions degan narsalarga kelib qoldik. Mana periods around now. O'sha hozirgi zamon atrofidagi davrlar deyapti. Ya'ni vaqtlar degani. Period degani davr, vaqt degan ma'noda keladi. Xo'p. Buni yozib ketishimiz kerak. Hop, time expressions degan joyga yozamiz. Bitta-bittalab. Today, at the moment, now, right now. Hop, yana these days bo'lishi mumkin, misol uchun shu kunlarda degani. Yana qanaqalari bor? This week, mana this year. Shu kabi predlotlar bilan ishlashingiz mumkin. This week bo'lishi mumkin. This bo'ldi. Shu. Buni qo'yamiz, sal tushunarliroq ko'rish uchun. Xo'p, time expressions haqida ham gaplashdik. Ya'ni bu time expressionslar today gapning oxirida yoki boshida kelishi ham mumkin. Xo'p. Keyingi at the moment degani ayni damda, ayni vaqtda degani, now degani hozir degani, right now degani aynan hozir degani, these days degani shu kunlarda, this week degani shu haftada degan ma'noda keladi. Xo'p. Vocabulary'ni gaplashib ketyapmiz. Mana pastda gaplashib ketyapmiz. Xo'p, buni shuni mayli tursin, shu turib tursin. Xo'p, vocabulary'ni mayli. Keyin example sentence ko'ramiz hozir bitta. Gap o'qiylik bu yerdan. You are working hard today. Xo'p. Siz qattiq ishlayapsiz, ya'ni hard today kelyapti. Ya'ni gapda oxirida kelyapti. Yes, I have a lot to do deb. Ya'ni men qilishga ko'p ishim bor deb. Ya'ni qilishga ko'p narsam bor deb. Endi keyingisi the company I work for isn't doing so well this year. Endi mana shu yerda tushunmovchilik bo'lishi mumkin. The company I work for degan gap, ya'ni so'zlar hammasi bitta ega bo'lib kelyapti bu yerda. Ya'ni men ishlayotgan kompaniya degan ma'noda kelyapti. Bu alohida bitta mavzu. Complex grammar ga kiradi, ya'ni murakkab grammatika strukturasiga kiradi. Buni keyinchalik o'tib beraman. Hozir shunchaki tushunib o'tib ketinglar. Mana the company I work for degani bu ishlayotgan kompaniyam degani. Isn't doing so well this year deb. Unchalik yaxshi ishlamayapti deyapti. This year, bu yerda eng muhim e'tibor qaratgan narsamiz mana this year bo'lish kerak. Ya'ni bu yil. Bu time expressionslardan biri hisoblanadi. Xo'p. Nimalar? Qaysi kelatdik? Va oxirgi qoidamiz. We use the present continuous when we talk about the change that has started to happen. Xo'p, biz present continuous qachonki biz biron bir o'zgarish sodir bo'lishni boshlagan paytdagi holatlar uchun ishlatamiz. Ya'ni we often use these verbs in this way deb. Misol uchun getting, becoming, starting, beginning. Getting degani, misol getting better bo'lishi mumkin. Get better degani yaxshilanmoq degan ma'noda kelishi mumkin. Yoki
get worse iborasi kelishi mumkin. Yomonlashish degan ma'noda. Become degani bo'lib bormoq degan ma'noda kelishi mumkin. Beginning degani boshlanmoq degan ma'noda kelishi mumkin. Starting ham shu boshlanmoq. Changing degani o'zgarmoq degani. Improving degani yaxshilanmoq. Increasing bu oshmoq. Rising ham oshmoq. Falling degani tushmoq. Growing degani o'smoq degan ma'noda kelishi mumkin. Bularni hozir bir tekis sizlarga yozib beraman. Vocabulary'ga. Hop. So'zlar yozib ketirish kerak. Improve. Shuni sal kattaroq qilaylik-da. Hop. Mana. Tushunamiz. Improve. Improve degani yaxshilanmoq degan ma'noda kelishi mumkin. Keyingi so'zimiz increase. Ya'ni increase degani oshmoq degan ma'noda kelishi mumkin. Keyingisi grow degan. Grow. Ya'ni bu o'smoq degan ma'noda keladi. Hop, keyingi so'zimiz get worse, get better and worse. Shuni bitta-bitta qilib yozaveraylik. Get better degani bu yaxshilanmoq degani. Better bo'pti. Better. Get better yaxshilanmoq. Get worse degani yomonlamoq degan. Yomonlanmoq degan ma'noda keladi. Hop, bizda qaysi so'z qolib ketdi? Rising, falling. Rise degani oshmoq degan ma'noda keladi. Fall degani esa tushmoq degan ma'noda keladi. Yana fallga bitta sinonim aytib ketaman sizlarga. Tushmoq degan ma'nodagi so'zga decrease. Ya'ni bu ham tushmoq degan ma'noda keladi. Hop, bu so'zlarni alohida yodlab qo'yasizlar. Fayl shaklida ham tashlab beraman sizlarga. Telegram kanalimdan topishlaringiz mumkin. Hop. Bizda namunalar bor mana. Bu holatda tushunib oldik mana. Biz biron bir o'zgarish sodir bo'lishni boshlaganda ishlatamiz deyapti. Ya'ni nimani ishlatamiz? O'sha present continuous zamonni deyapti. Hop, buni hozir qoida sifatida, qoida shaklida ham yozib beraman. Hop, qani edi? Nimagadir kopirovat bo'lmayapti shu. Hop, mayli yozamiz. We use it to talk about change that has started mana yozilgan to happen, ya'ni sodir bo'lish boshlagan vaziyatlar haqida gapirgan paytda foydalanamiz. Ikkita happen. Hop, namunaviy gaplar o'qiymiz. Is your English getting better? Sening ingliz tiling yaxshilanib boryaptimi degani hozirgi zamonda so'rayapti. Ya'ni o'zgarish sodir bo'layotganini so'rayapti. Sodir bo'lishni boshlaganmi, yo'qmi, shu haqida so'rayapti. Get better so'zini yozdik, ertaroq. Keyingi so'zimiz, keyingi gapimiz, the population of the world is increasing very fast. Ya'ni dunyo aholisi juda tez ko'lamda o'sib boryapti degan ma'no. Ya'ni increasing degani oshmoq, o'sib bormoq degan ma'no keladi. Not increase. Ya'ni bu yerda present simple ishlatmanglar. Hozirgi o'zgarishlar haqida biz present continuous ishlatamiz degan ma'no aytilyapti. Xo'p, keyingisi. At first I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. At first degan iborani yozib qo'yishimiz kerak. At first degani boshida degan ma'noda keladi. At first degani, ya'ni first degani boshida degan ma'noda keladi. Xo'p, boshida men ishimni yoqtirmardim, lekin hozirda undan zavqlanish boshlayapman. I'm starting to enjoy it. Ya'ni o'zgarish sodir bo'lyapti bu yerda. O'zgarish sodir bo'lgani sababli o'sha biz shu zamonni ishlatamiz. Not I start. Ya'ni bu yerda present simple ni ishlatish xato hisoblanadi. Xo'p. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Xo'p. Bu yerda mana vocabulary o'rgandik. Vocabularyni mana shuni baribir ko'chirib qo'yay. Keyingi darsdan to'g'rilab o'tamiz. Vocabulary degan joyga pastga tushirib, mana
vocabulary bor. Keyin example sentence. Example sentencelar ko'rdik. Va bo'ldi, shu tariqa dars tugatsak bo'ladi. Hammaga rahmat. Aytib o'tganimdek, bu kitobimizni faylini mening Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Telegram kanalim opsioniyada bo'ladi. Opsioniyada Telegram kanalimni ichida bu zamonga oid mashqlar hamda vocabulary'ning PDF shakli hamda namunaviy gaplar bilan ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Shu bilan bugun darsimiz tugadi. Sog' bo'linglar.